Assalomu alaykum do'stlar. Nima sababdan Koreyada tug'ilish soni keskin kamayib ketyapti? Bugun sizlar bilan Koreyada muammo darajasiga chiqayotgan tug'ilish soni haqida gaplashamiz. Menga obuna bo'lib qo'ying, videoni oxirigacha ko'ring, albatta manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Nima uchun koreyslar ko'p farzand ko'rishdi? Aniqroq farzand ko'rishni hozirgi kunda xohlamayapti. Bunga asosiy omillar. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, Koreya rivojlangan davlat, hamma sharoitlar bor, nima uchun farzand ko'rmaydi deb. Lekin bu yerda farzand ko'rishdan ko'ra uni katta qilish juda ham qiyin. Birinchi omil iqtisodiy barqarorlik. Ya'ni iqtisodiy raqobat juda ham kuchli bu yerda. Yo birinchi bo'l, yo hech qachon bo'lma degan maqolga amal qiladi bular. Ya'ni koreyslar yo eng yaxshisi bo'lish kerak yoki hech qachon bo'lmaslik kerak. Shuni hisobiga raqobat kuchli va farzand ko'rishga bo'lgan ehtiyoj, xohish kamayib boryapti. Ikkinchi omil straxovka, ya'ni soliqlarni ko'pligi. Bu yerda po'xim deyiladi koreychasiga, ya'ni eng ko'p soliqlar joriy qilingan davlat hisoblanadi. Ya'ni tibbiy soliq, daromad solig'i, pensioniy, har xil soliqlar, mashina uchun soliq. Juda ham ko'p soliqlar bor. Shuni hisobiga ularni daromadlari, ya'ni bir oyda topgan oyliklarini deyarli 15% soliqlarga chiqib ketadi. Uchinchi omil farzandni katta qilish. Bitta koreys bolasi 20 yoshga kirguncha bitta ota-ona $200,000 pul sarflaydi. Uni ya'ni xarajatlariga, o'qish, ulkira, yeb-ich, hamma xarajatlari bilan bo'lib. Lekin alam qiladigani bola 20 yoshida ota-onasini tark etadi. Ya'ni bular birga yashamaydi. 90% ota-onasi bilan yashashni xohlamaydi. 20 yoshga kirdimi, bo'ldi, ketdi. Qiz do'stini topadi, u bilan birga yashaydi, u bilan birga hayot kechiradi va shu omil qaytadan rivojlanib ketaveradi boshqatda. To'rtinchi omil bu yerda hamma narsaning qimmatligi. Bitta uy, ya'ni 2 xonali kvartiraning narxi bu yerda eng kamida $300,000, $400,000 boshlanadi. Joyni, yerni kichkinaligini hisobiga. Bu juda ham yomon. Ya'ni bitta koreys bitta uy sotib olish uchun 20 yil mehnat qiladi. Ya'ni buni kreditga oladi va 20 yil davomida o'rtacha $1000 pul to'lab boradi. Shuni hisobiga ishlashga majbur 50-60 yoshgacha majburiy mehnat bor. Va buni hisobiga ham farzand ko'rish kechikadi. Aytgancha, men naushni sotib oldim. Kimga shunaqa sifatli naushnilar kerak bo'lsa, albatta murojaat qilishingiz mumkin. Narxlari hamyonbop. Ana nima uchun O'zbekistonda hali ham imkoniyatlar bor. Bu yerda ham imkoniyat bor, lekin raqobat kuchli bo'lgan evaziga bu yerda juda ham qiyin. Koreys yoshlariga juda ham qiyin. O'zbekistonda o'zbek yoshlariga lekin bunga nisbatan osonroq. Chunki yangiliklar kirib kelishi, yangi narsalar qilish bu yerda osonroq bo'ladi. Koreys dramalari, koreys kinolari shunchaki bizni aldadi xolos. Lekin bu yerda haqiqiy hayot umuman boshqacha. Bu videoni Koreyaga kelmoqchi bo'lgan do'stlarga jo'natib qo'ying. Albatta bu narsalarga e'tibor berishini so'rayman.